bo'ladi. Misol menga kattalarni nasihat qilishi yoqmaydi. Chiroylidan unaqa, chiroylidan bunaqa. Lekin shu nasihatlar ham tarbiyaga kerak bo'ladi. Shuning uchun men sizlarni bugun O'zbek milliy qo'g'irchoq teatriga olib keldim. Bu yerda kattalar nasihat qilmasa ham tarbiya olish mumkin. Sizlarni teatr bilan o'zim tanishtiraman. Ketdik. Bolalar teatrda rus tilidagi spektakllarni 12:00 o'zbek tilidagi spektakllarni 14:00 tomosha qilishlari mumkin. Chiptalar narxi 40 ming so'mdan 60 ming so'mgacha. Endi esa ichkariga kiramiz. Ketdik. Spektakl boshlanishidan oldin biz nimaga shunday to'xtatib bolalar? Teatrning yuragi bosh rejissor hisoblanadi. Hozir ularning eshiklarini taqillatamiz. Gerek. Assalomu alaykum, mumkinmi? Rahat gerek şu ola. Assalomu alaykum. Assalom. Yaxshimisiz? Alomisiz? Xushmi? Xo'sh, teatrimiz yoqdimi so'radim? Juda yoqdi. Shamrod dada, menda sizga bitta savol bor. Xo'sh. Bolalarning tarbiyasida teatrning roli qanday? Juda buyuk. Nima shu deganda bog'chadan keyin bog'chani tugatamiz, o'zi bog'chadan bo'ladi. Albatta birinchi navbatda oila. Ikkinchi navbatda bog'cha. Bog'cha paytida hammasiga kerak bo'ladi. O'zim kerak. Endi bizga o'zbek tilida qo'shilib kerak. Va teatr nimaligini biladi. Hamda shov-shuvlar bo'lyapti, qanaqa spektakllar bo'lyapti. Oq, qora, nima yaxshi, nima yomon, ana shu